Assalomu alaykum obunachilar. Bugungi sotumizda Traves. Mashinamiz 24-yil ishlab chiqarilgan, 23 ta pasport, 14 000 km yurgan, krassiyalari top-toza, bemalol tekshirib o'rasida 7 kishilik kapitanskiy bo'ladi. Mashinamiz yangi holatda, tak, navoroti, borda bron. Salonlari mat yuvib turibdi, yaxshi bo'linglar qo'yib qo'yilgan. Eng full pozitsiyada, salonlari mat, mana hamma joyini ko'rishingiz mumkin obunachilar. Eng full pozitsiyada, ideal holatda mashinamiz. Mashinamiz shaharning mashinasi. Orqa qismlari ham mastla turibdi. Mashina hidi ketmagan obunachilar, bemalol probeg, kraska tekshirib o'rasizlar. Ideal holatda mashinamiz. Tak, obunachilar, mashinamiz barcha xizmatimiz bor. Nasiya savdoga 15-20 minglar bilan chiqadi. Ideal holatda mashinamiz. Kimga narx qiziq bo'lsa, narxini 49,5 ming dollar so'rayapmiz. Yana kelishtirib, choynak qilib beramiz. Kimga kerak bo'lsa, past nomer qoldiramiz, bemalol narxlar bo'yicha gaplashamiz. Hammangizga e'tibor uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.